Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, muhabbat bilan adab axloq qo'shkizak bo'lib, bir-biridan ayrilolmaydi. Bular bir-biriga tayinib ko'klaydi va meva beradi. Har qanday kishining qilayotgan so'ziga qarab, u kishining ruhiy dunyosi va axloq fazilatiga baho bergili bo'ladi. Chunki til inson qalbining sadosi bo'lib, odamning ruhiy dunyosi va axloq fazilati tilda ifodalanadi. Ruhiy dunyosi, ya'ni qalbi go'zal, axloq fazilati isil odamlarning gap so'zlari madaniy, go'zal bo'ladi. Xushxuy ham axloqli bo'lish insonning ma'naviy boyligi. İnsanның qadri qimmati o'zinimi va o'zginimi qadrlashda.